Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlarga men Gaming uzoqdan so'ng yana men qaytdim do'stlar. Bugungi videomiz bomba va udar bo'lishini tarafdoriman. Xullas, bugun вообще udar nima karpargenda o'ynaymiz. Eslatib o'taman. Juda ham xursandman bir tomondan. Mana YouTube muzomnachilari 1,5 tadan o'tdi. Buncha hammaga rahmat. Inshaalloh 2000 ta bo'lamiz do'stlar. Shuning uchun videoni diqqat bilan bugun ko'raverasizlar. Do'stlarim, o'zingizlar nima gap? Yaxshimisizlar? Ahvollar qalay? Lekin ancha tanaffus qildik bildim. Video katta shunaqa videolarimda aktiv sal pastroq menimcha aktiv ko'tarib like'larni bosib fikrlarni yozib yuboringlar va вообще videolarimiz rek bo'lib kelsa hajmas, lekin hozir short videolarimizda ham muammolar kuzatilmoqda. Aktiv bo'linglar. O'sha bir nima desam bo'ladi? Necha mingta ham chiqmayapti-da prosmotr, xullas. Tushuntiradigan bo'lsam, xullas iltimos sizlardan aktiv bo'laylik. Bundan buyog'i zo'r videolar va sizlarga yoqadigan videolarni chiqarishda harakat qilaman. Xo'p, mana bu BMW yaxshigina bosadigan BMW ekan. O'z BMWlar normalniy udar bo'ladi. Shahar bizga yaxshi, lekin voy ana bo'lmasa qot sal qoldi hozir. Nimalarga bo'lib ketishimiz mumkin edi. Endi ozgina bir yurib ko'ramiz va buni tuning qilamiz. Hozir nimagadir buni rollari g'alati ekan, nimaga nastroykalar ancha to'g'rilash kerak menimcha. Qiynaveradi bo'lmasa bu nastroykalarni to'g'rilashimiz kerak. Unga yana ancha vaqt ketadi. Mayli, bir gap bo'lar. Qani yaxshi gaz berishlar og'zini ishlatadilar va shuni ularda bu yoq. Xo'p. Orqa tomoniga mana xonada qo'yib olamiz nimadirlarni. Buni boshdan xullas hozir akula qo'yamiz hozir. Ular qo'yamiz, sekin almashtiramiz. Yaxshi. Endi buni tomoniga mana yaxshi menimcha old tomonga. Xo'p. Endi orqa tomonga ekan, u ham normalniy, lekin mashi bo'laveradi. Endi tomonga yo'nbosh tomoni va bu yerda ham nimadirlar qorish kerak xullas. Qaysi birini tanlashda hammasi zo'rda. Qaysi birini tanlashda ham o'ylanib qolar ekan. Bo'ldi. Endi buni ham qo'ydik. Endi mana uni old tomoniga shu bo'laveradi. Endi rang beramiz. Boshimizni qop-qora qilamiz. Yaxshigina ketyapti. Xullas, hozir yana nima desam bo'ladi, mana bu balonlarni katta past, boshdan tipa pastligi, shular narsalarni qilamiz-da, hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Xo'sh, qani qayerdan o'tkazar hamini topdim. Bu o'yinga tushunib olish men bilar ekan. Mana bularni ko'raveramiz sekin. Normalniy. Voy, tushib ketdi bu. Tushib ketdi. Yaxshi. Bo'ldi. Mayli bo'laveradi, bizga bo'laveradi. Bizni BMWga bo'laveradi. Eklaymiz. Nimalarni qo'yardim xullas. Endi hozir bu tomondan chiqib motorlarni kuchaytirib yuboramiz. Va do'stlar, yana eslatib o'taman, biz reklama xizmatlarini boshlab yubordik. Telegram kanalimizga o'tamiz va o'zi mana Telegram foydalanuvchi adminimizga yozamiz va kelishilgan narxlar va arzon narxlarda bemalol reklama qilib yuboramiz. O'zimiz do'stona suhbat bo'ladi xullas. Tezroq tuningni qilamiz va mana shu вообще
BMWda maza qilib minib ko'ramiz. Hozir menimcha tuyinlarni chiroyli qilib chiqarib olsak bo'laveradi. Motorlarini yaxshi kuchaytirdim menimcha. Endi hozir to'g'risini aytaman do'stlar, ko'p narsasiga nima desam bo'ladi, tushunmayapman buni. Chunki bu umuman boshqa gaplarking. Agar bu o'yin kerak bo'lsa Telegramda yozaverasizlar, tashlab beraveramiz. Xo'p, endi mana bu 200 dan ot kuchi bo'lsa, yana 724 ga chiqdi. 724 ta ot kuchi degani endi nechaga chiqadi degani. Oho. Bilmadim bunisini endi. Tak, hozir 123 nechta ketyapti degani hozir. Menimcha yaxshi bosdi. Ancha yaxshi boshyapti do'stlar. Akuladan ko'p ketadi diyor. Hozir menimcha bu muhim emas bizga. Keyin agar poya qiladigan bo'lsak, bu narsani ham tushunmoqchi bo'laveradi menimcha. Tanishinglar, bekuzga ham shu bo'ladi. Endi bu bolaga chiroyli kiyimlarni qilib beraveramiz. Qani, mashi bo'laveradi. Xo'p, ancha bola bo'ldi. Endi buni pastiga nima olsak bo'ladi? To'xta, bu tomonda emas, pasti mana. Hozir qani, oho, har bola bor ekan, lekin bular tushmaydi biz tepadagi kiyimimizga. Mana tushganimkin, bo'ldi shu. Endi oho, Messi patinkasi ham mana shu yerda ekan. Tak, yaxshi. Mana mashina olaveramiz. Bo'ldi, oldik. Ular ham yaxshi tushar ekan. Voy. Nimaga bo'lib qoldi? Bo'ldi. Yana bittasiz. Bo'ldi. Ha, mana. Endi o'ziga keldi. Salni odam bo'ldi endi bu ham. Nima qilsak bo'ladi endi buni? Hozir bular kerak emas endi. Bular bo'lmaydi baribir. Kerak emas ekan to'g'risi bu yerda bizga. Voy. Buni oraylik qani. Bo'ldi. Endi tepaga o'tib biron вообще. Shu yaxshi ekan, mana mash. Bo'ldi, mashina olib beramiz. Endi bu yerda ham bo'lmaydi. Endi yengil akulamizga qaytaveramiz. Akulamiz ko'ryapsizlarmi? Вообще udar. Endi mana bu joyga o'tib bitta akularni ko'ramiz qanaqaligini. Hammasi udar bo'ladi, xudo xolasa. Sizlar padda sherib bo'lib tursanglar, aktiv baland qilsanglar, udar o'yinlar chiqarib o'raman, udar videolar ko'raverasizlar. Xullas, hozir turishlari boshqacha. Nima balolari bular endi? Hozir zarilmas. Mashinamiz minsa bo'ldi.
Do'stlar, mana vabshimning maza qilgan bo'lsanglar, videoga like bosib qo'yamiz. Umuman rek qo'yaylik do'stlar. Vabshi BMWda udari zo'r degan umiddaman, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Men mehnat qildim, sizlardan bitta like. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar, sog' bo'linglar do'stlarim.